Hammaga xayrli kun. Bundoq o'ylab qarasam, rosa qizg'anchiq bo'lib ketdim to'g'risi. Потому что gruppalarda ko'ryapman, aviabilet deb yozib qo'ygan. Men бесплатно sizlarga bilet olib beraman agar bor-ku. Это раз, даже o'rgataman qanaqa olishni. Telefon bo'lsa bo'ldi. Undan tashqari yana nimalar, Moskvada подработка kerak bo'lsa, nalichkaga сразу menga обращение qilsanglar bo'ladi. Особенно ayol kishilar, erkak kishilarga ham tiqilib yotibdi ishlar. Dokument ba'zi joyda kerak, ba'zi joyda kerak emas. Гражданство неважно, O'zbekistonmi, Tojikistonmi, Qirg'izistonmi farqi yo'q. Bemalol VIP ishlayverasizlar. Haftalik, oyliklar ham tiqilib yotibdi. Shu narsalar bilan bo'lishmas ekanman men. Tavba qildim, hayron qoldim. Keyin dokumentatsiya bo'yicha meditsinskiy knishka qilib beradigan, 3 kunda ba'zida bor, chotki qilib beradigan, shunda borib o'zingiz olasiz medsentrdan. Shunaqa tanishlarim bor. Men nimaga bo'lani sizlar bilan bo'lishmadim. Вот видите, rosa qizg'anchiq bo'lib ketaman deb bugun o'ylab qoldim. Xullas, nimani aytgan bo'lsam bemalol shu mavzularda menga обращаться qilsanglar bo'ladi.